Zagotovkalarimiz mana 2 kilo fabrishniy koja. 2 kilo koja bir-biriga tikilgan, bu qaytarib tikiladi mana. Shu 2 kilo koja fabrishniy mana qalin koja, 2 kilo qalin fabrishniy koja bir-biriga bu tikiladi mana, tikilgan holati. Endi buni qaytarib tikamiz. Kojalarimiz fabrishniy mana 2 kilodan fabrishniy koja. Bu sirti mana, bu sirti bo'lsa, bu ichiga qaytib yopishadi. Bu 2 kilo fabrishniy koja. Yozuv xizmatlari ham bor. Bu Andijonlik akamizga mana 055 qilib yozib beringlar dedilar. Mana yozuvlarini ham yozib beramiz. Ana o'taydi. Gatoviy holatlarni No'qatli akamiz no'qat deb yozib beringlar dedilar. No'qat yozuvlarini yozganmiz. Etiklar bitgandan keyin mana shu ko'rinishda bo'ladi mana. Ko'klar etigimiz bitgan holati. Bu endi tikiladi. Mana yozuvlarini yopishtirib tayyorlab olganmiz. Bu mana Qozog'istonlik akamizga zakotovkalari tayyor bitgan holati 085 yozilgan. Zakotovkalarimiz bo'lyapti mana. Olib berma. Samarqandlik akalarimiz ham mehlidan zakaz qilishgan. Tashlang. Bu Samarqandlik akalarimizga mana 2 shtuk zakaz qilishgan. Ular ham mehli fasonlarimiz. Mehlar 100% naturalniy turetskiy meh mana betli astarlarigacha naturalniy meh. Mehlarimiz 100% naturalniy turetskiy meh. Bu Samarqandlik akalarimiz zakaz qilishgan. Bularning zakotovkalari tayyor bo'lyapti mana. 2 shtuk Samarqandga ketadi bu etiklarimiz. Hamma zakaz qilganlarga zakotovkalari tayyor bo'lyapti.